Sizni eng ko'p noqulay holatga tushiradigan savol qaysi? Siz qo'shiq bergan san'atkorlaringiz ko'tarilib ketdi degan savol aynan noto'g'ri deb o'ylayman-da. Sizga umuman mos kelmaydigan maqtov qaysi deb o'ylaysiz? Maqtov Ha. san zo'rsan degani noto'g'ri. Siz hozirgi kunda san'atni qutqaryapsizmi yoki san'at sizni? Menimcha bizning san'atimiz o'zi milliy, o'zimizni nima desam ekan? Estradami yo nima desam, to'g'ri shoshmay turing, olmay tursin. Ya bo'ldi, kesib qo'yilmaydi. San'at Biz uchun katta maktab qoldirgan bizning ustozlarimiz. Men o'ylaymanki, bir hech qaysi san'atkor unaqa deb o'ylamaydi o'zini. Men san'atni qutqaryapman deb o'ylamayman. san'atni qutqaryapman yoki san'at meni qutqaryapti deb o'ylamaydi deb o'ylayman. Siz hozirgi kunda trend yaratadigan san'atkormisiz yoki trend ortidan quvadigan? Xohlamayman, aynan trend, doim trendda turishni, aynan brend bo'lishni xohlayman. Tushunarli. Katta rahmat aka. Salomat bo'ling.